Hop, qirolsin. Hop. Odam ko'pligini. Tik. Ekranda men o'zim ko'ryapmanmi yoki ko'rmayapmanmi? O'sha test qilib birinchi. Ko'rmayotgan bo'lsam, nafik menga bunaqa. Efir qilib. Ovozim bormi? Ha, bor ekan, bo'ldi o'sha. Menimcha endi boshlandi. Bunday Zumrad. Odammi? Bo'ldi. Shop. Hop. Hozir hamma kirsin. И потом razgonda ishlatiladigan strategiyalarni aynan qanaqa va nimaga asoslanib va aynan qaysi zonalarida aynan o'sha strategiya ishlatilishini hozir men sizlarga ko'rsatib nimadir dokazat qilib beraman. То, что o'xshagan yoki o'xshamagan, ya'ni isbotlab beraman. Hop, buning uchun sizlar faqat aktiv bo'lib tursanglar bo'ldi. Hop, mana shuni настройка qilib olay. Ekran blokirovka bo'lib qopti. Hop. Shu. Mana shunaqa bo'lgani ham yaxshi ekan. Qotmayaptimi stream? Okey, assalomu alaykum. RSI'ni ham yana bir o'zi aytib o'ting. Ha, o'zi RSI tushuntirgan o'zi efir qildim. Bo'lmasa efir qilib anaqa poyezdamisiz? Okey. Da, poyezddaman. Poyezdda kampirda efir qilib ketdim. Boshqalar eshitmaydi. Hop. Qaranglar. RSI desa ko'pchilikda chiqmaydi. RSI deb yozsa ko'pchilikdan chiqmayotgani uchun masalan shu relativ deb yozsanglar. Relativ deb yozsanglar, вот mana chiqib keladi RSI. Ko'pchilikda chiqmagani uchun masalan ko'rsatib beraman TradingView'da RSI chiqmagani uchun. MetaTrader programmasiga qanaqa qo'shishni so'rayotganlarga MetaTraderga qo'shish muammo emas. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. MetaTraderga вот mana ma'lumotida F bor tepada ko'rayotgan bo'lsanglar F. O'shani ustiga bosib turib, bu yoqda ham relativ o'sha indeks anaqasini qo'shsanglar bo'ladi. Ya'ni mana bu RSI qo'shsanglar bo'ladi. Masalan, ko'rsatib beraman qanaqa ishlasini, qanaqa ishlatilishini. Bitcoin nima uchun tushdi? Biladi. Savol bermanglar. Hop. Вот mana RSI indikatorni qo'shib olganimizdan keyin to'shto qanaqa nima foydalanish bilasizlar to'shto. Bu yoqda divergencelar vashi ko'p bo'ladi RSI indikatorni o'zi обычныйсini qo'shganingizda buni men настройка qilish hosiliga ko'rsatib beraman. Birinchi o'chirtda buni настройка qilamiz. Hamma narsani boshidan tushuntirib bering. O'zi boshidan noldan. Xo'p. Qaranglar, mana bu narsani 16 qilamiz. Mana bu narsani ham 16 qilamiz. Ya'ni bu RSI o'zini liniyalari, mana orasida yurgan liniyalarni to'g'rilab chiqamiz. O'zi настройкалari bo'ladi, o'sha настройкаларni qilib chiqamiz. Divergens bo'lgan joylarni ko'rsatadigan yoqish shart emas, xohlasanglar yoqib qo'ysanglar bo'ladi. To'g'ri, divergens bo'lgan joylar qanaqa ko'rsatib beradi? Например, mana bu yerda bozor sell ketyapti, bu yerda o'sha joy buy ketyapti. Mana xuddi o'sha liniya bilan mana shu divergens deyiladi. Bu yoqda hozir divergens umuman aloqasi yo'q, o'shaning uchun divergensni настройкаdan o'chirib qo'yamiz. Stilga kiramiz. Stilga kirganda nima qilamiz? Davomini ko'rib olinglar. Stilga kirgandan keyin pastroqqa tushsak, mana bu liniyalari bor. Har bir liniyani oddiy mana line qo'yib olamiz. Mana line. Qora, qalinroq, qora va qalinroq. Bo'ldi, shu mashina o'zini qo'yamiz. Har bir liniyasini shunaqa настройка qilib chiqamiz. Har bir liniyasini qora va qalinroq. Qora va qalinroq. Hammasi line, ya'ni liniya turadi. Buni o'zini kanalga masalan zonalarni tashlab berdim. Necha zona, qanaqa zona qilish kerakligini o'sha zonalarni hozir ko'rib bitta yozib chiqamiz. Hop, 78.6. 78.6. Hop, bunisi asosiy zonalarni aytaman sizlarga. 78.6, 21.80. Mana bunisi 21.80. Mana bunisi 0.50gacha qoladi. Qaranglar, yana bitta narsa. Bu yoqda yana urvillar bor. U urvillarni endi o'zingizlar qo'lda qo'shasiz, chunki saytdagi RSI'da добавка urvin qo'shish iloji bo'lmagani uchun, endi bor yoki men bilmaganim uchun men hozir qo'shib bera olmayman sizlarga. Men sizlarga ikkita asosiy urvinni aytib oldim.
Hokazo rent bo'ladimi? Bilmadim. Asosiy ikkita o'rinni aytaman, ya'ni mana bu 78.6 bilan 21.8. Mana shu asosiy ikkita o'rinni qo'shib olamiz va bularga o'zimiz rang berib chiqamiz. Например, bu zonadan, например, men bay ishlayman, mana shuni yashil qilaman. Например, bu zonada men siz ishlayman, buni men qizil qilaman. Ya'ni men o'zimga удобный sharoit yaratib olishim kerak, to что bozorda o'zim trade qilishim uchun. Nima ish qilamiz? Nima ish qilamiz? Qaranglar. M1, M5 time frame. Nimaga aynan M1 bilan M5? M1 da men ko'radigan switchlar bor. Например, uni sizlarga hozir tushuntirib beraman, harakat qilaman tushuntirishga. Ko'radigan switchlar deganda qaranglar. Switchlarda engulfing switchi katta rol o'ynaydi bilsanglar agar va Harami bilan engulfing switchi katta rol o'ynaydi. Harami ya'ni homilador switch, ya'ni bu yonida qorinchasi bor switch hisoblanyapti. Mana Harami qorinchasi o'ng tarafda. Engulfing bo'lsa xuddi shuni qorinchasi chap tarafda bo'lgan varianti engulfing bo'lyapti. Qorinchasi chap tarafda bo'lgan varianti engulfing bo'lyapti. Например, mana bitta Harami, mana bitta engulfing deylik, yoki mana bunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi bir payt. Aynan mana shunaqa vaziyatlarni engulfingini kutaman. Bay ishlamoqchi bo'lsam, Haramini kutaman. Engulfing bo'lganda nima bo'ladi? To'g'ri, mana bunaqa dumi bo'lsa, mana qaranglar, mana bitta bunaqa dumi bo'lsa, engulfingdagi dum, ya'ni engulfing hosil qilgan switch mana bu bo'ladi. Asosiysi engulfing hosil qilgan switch. Aynan o'sha engulfingdagi dumni mana bunga nisbatan yana shuncha baland ko'tarilishi, ya'ni mana misol bitta, ikkita, yana shuncha balandroq ko'tarilishini kutaman. Yana shuncha balandroq ko'tarilishini kutaman va aynan o'sha zona ko'tarilib turib, ya'ni mana buni sweep degan narsa bor bilsanglar agar ICT da sweep qilib turib pastga tushish boshlasa, ya'ni aynan mana shu switchani maksimumini, mana bu switchani tanasini maksimumini pastga yangilash boshlasa, men mana shu zonadan full sell kiraman. Qachon full sell kiraman? Mana shu zonada bu strategiyani aynan qachon ishlataman? Qachonki mana bu nuqta, mana 78 u nechadir zonalarga, ya'ni mana shu zonalarga 78 u 6 zonasiga kelganida ishlataman bu narsani. Вот. И потом M5 nimaga kerak bu yerda desanglar, M5 da ham xuddi shu narsani engulfing Harami mana shu sistemasida ishlatsanglar bor. Например, mana bitta engulfing bo'lib bergan, ya'ni chap tarafda kichkina switch, o'ng tarafda katta, lekin dumi 2 barobar qoplab bermagan. No degan narsa bor. Mana bu yerda o'sha 78 u 6 urinini buzib, yana обратно ichiga kiryapti engulfing qilib. Demak, mana shu bu buzib atkat bergan mana bu nuqtasida full sell kirish kerak. Bor lotilada, prям xohlagan lotilada mana shundan sell kirish kerak, tushunasizlarmi? Endi buni aynan bozor ishlayotgan paytida mana bunaqa yurib berish mumkin emas. U yoq bu yoq devotganlar diqqatiga men Atira nastroykalarni sizlarga to'g'rilab berdim. Bozor bilan birga yuradigan holatini qilib berdim sizlarga. Mana shunaqa nastroyka qilsanglar, bozor qanday bo'lsa, bu ham xuddi o'shanda yuradi. O'shaning uchun men M1 time frame ko'rsataman. To'g'ri, bozorda M1 time frame, например, bitta time frame tugadi, keyingi time frame ochilishi bilan undan oldingi M1 time frame uchun RSI o'zi analiz qilib beradi. Вот sizlarga kichkinagina strategiya. Backtask qiling. Okay, skivor deysiz, zaybal qildingiz. Men so'kishga majbur qilmang, hozir qisib eshiting, kerak bo'lsa bo'ldi, shu. Kerak bo'lsa chiqib keting, menga aql o'rgatmasdan, unaqa qiling demasdan. Hozir bekorga asab buzmasdan. Xo'p. Blok qo'raman sen eshitishingizga. Xo'p, yana bitta narsa. Dotada, KSdan SMS keldi. Efir saqlanib bo'ladimi yoki bilmadim. Saqlanib bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman. Men ko'rsatib beraman sizlarga. Shuni ham bilay, zaybal qilib ko'rmasdan, jin ko'rgan yaxshi-da. Nima sizlarga o'zim sekretlarimni aytib beraman. Nima ishim bor, sen nima qilaman bilay. Xo'p. Ya'ni bu M1 va M5 dagi RSI bozorda qanaqa ishlatilishini sizlarga ko'rsatib berdim. Tushunasizlarmi? M1 va M5 dagi bozorda strategiya qanaqa ishlashini ko'rsatib berdim. Ana endi qaranglar. Bozorni qaysi holatida qanaqa ishlatishni tushuntirib berdim. Yana bitta strategiya sizlarga bozorda ko'ryapsizlar, например. Mana men bozorda ko'raman-da, bitta qarayman bo'ldi, o'sha to'g'ridan ochaman-da. Yana просто o'rgansa bo'ladi-yu. Da, вот qaranglar, mana shuni bitta ko'rib, to'shta bozor analiz qilib, to'shta qanaqa shu ko'zim bilan ko'rib qo'yaman. To'shta mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi. Men aniq aytib beraman. Nimaga asoslanib? To'shta qaranglar. H4 time frame'dagi vaqtlar ham juda katta rol o'ynaydi. Mana men sizlarga bitta analiz qilib beraman. Bugungi kunnikini, saqlanib bo'lib qolishi kerak menimcha bu efir. Saqlanib bo'lib qolsa, o'zingiz uchun bitta test qilib ko'rsanglar bo'ladi. Aynan RSI ochganimizda mana bu o'sha 50 zonasiga keldi, H4 time frame uchun. Aynan shu 50 zonasiga keldi. 50 zonasida biz o'tishini kutamiz. 50 zonasiga tegishini emas.
Aynan o'sha elik zonasidan o'tishini kutamiz, ya'ni ozgina bitta tashlayverishini kutamiz va bugungi novosti katta u yoq bu yoq bunaqa bo'lib ketadi, bunaqa bo'lib ketadi. Xuyoviy gaplar ko'payib ketgan. Bugungi novosti agar Gold bugun o'sha novostigacha 2030 atroflariga tushib bermasa, ya'ni sell side liquidity yechmasa, mana bu sell side yechmasa, mana bu yerdagi zonasi bor. Aynan o'sha zonani bugun novostigacha yechmasa, novosti sell. Agar novostigacha yechib ulgurib bersa, novosti o'sha buy bo'lishi kerak. Novosti agar CPI ga o'xshab ikki tomonlama yuradigan bo'lsa, birinchi sell, keyin buy yuraverishi kerak. Masalaga bu fakt bilan aytib beraman. O'zimni taxminiy fikrim, tag'in menga ishonib qolib order ochmanglar, masalaga ko'rsatib beraman. Qaranglar. UTS -4 dagi vaqtlarni masalaga aytib berdim. Ya'ni H1 time frame ga qo'yganimizda UTS -1 dagi o'zini vaqtlari bor edi. Ya'ni UTS -1, ya'ni London vaqti bilan, ya'ni -4 bizdan gazetda bir hozir aytaman 11 soat raznica qiladi. Yo'q, 9 soat raznica qiladi adashmasam. Rovna 9 soat. Bu bizani vaqtga to'g'rilaganda nechadirlar bo'lib ketadi xolos. 8, 9, 10, 15, 16, 17. Urush ta'siri bormi? Menimcha 8, 9, 10 o'sha vaqtlarni bitta tekshirib chiqamiz. Napример, 15, 16, 17, 8, 9, 10 mana bu yerda qaranglar. 8, 9, 10 bay beryapti-da, o'sha keyingi 11, ya'ni o'sha ish vaqti tugayapti. 8, 9, 10 dagi ish vaqti, ya'ni endi nimadir ishga kelinib, valobatlar, u yoq bu yoq bosh og'riq, xullas achavatlar tugayapti. Potom tap ishini boshlanyapti. Boyaga yetgansicha. Mana buni dumi, mana bunikiga nisbatan kattaroq. Hamma time frame ga qarash kerak trade qilganlar. Mana shu zonaga yana obratni qaytib kelishi bilan full sell kirish kerak. Esinglarda bo'lsa, men mana shundan sell berdim sizlarga. O't mana kanalni ochib ko'rsataman. Mana kanalni ochib ko'rsataman. O't nimaga asos nimaga deysizlar? Mana bundan buy berosam, bitta sell berosam nimaga sabab? Yo'q, 27 zonasidan sell berilgan kanalga. 27 zonasidan. Sababini aytaman. To'shto sababi mana bu narsa 50% dan o'tib berib, obratni qaytib berib, mana shu zona yetib kelgandan keyin mana rovni 2741 zonasida sell berilgan. Sal pastroqda, sal raznica qilyapti. No, o'sha joyda sell signal berilgan cho'slam, ya'ni o'shdan bozor oqib ketishini to'shto oldindan narsaga aytib berganman. Endi avvalambor xudodan oldindan nimadir deya olmayman, no, endi o'zimni taxminim, ya'ni qolgan analizimni sizlarga tahlilini tashlab beraman, ya'ni infosini ko'rsatib beraman. To'shto bunaqa bo'ladi. Bozor shunaqa bo'lib yuribdi. Sababi men bitta time frame ga qaramayman-da. M1, M5, H1, H4 bo'ldi. Mana M15, M30, D1 u prям qo'yish kerak o'sha narsani. Erkaklarda bor narsani o'sha narsani o'sha erkakmisizlar, bormi o'sha narsani qo'yish kerak. O'qdan qo'yish kerak qo'yib qo'yayotganda. Endi uzr streamda so'kaman, YouTube so'kaman. Bu stream chunki o'chirib tashlash niyatim bor. Mayli agar qoladigan bo'lsa, endi o'ylab ko'raman, men bularni montaj qilishga harakat qilaman. Agar qila olmaydigan bo'lsam, bu efirni o'chirib tashlayman. O'shaning uchun iloji boricha zapis qilib olinglar. Zapis qilganda ham kattasini kattaroq qilib zapis qilib olinglar. Keyin mendan zapis so'rab o'tirmanglar. Boya tushuntirib berganim zapis so'raganingiz uchun men atidan efir qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Bundan ortiq hech nima qilib beraman. Bugungi bozor analizim menda sell side yechilishi kerak. Sell side'dan keyin buy uchib ketadi degan analizim yo'q. No, minimum buzilishi kerak yana obratni degan ma'noda aytib beraman. Например, hozir buy ketib qolar. Hozir men maksimum yechib ketib qolar. No, bugungi kun hisobiga bozor minimum buzib berish kerak degan ma'noda sizlarga aytib beraman. Tushundinglarmi? Potom bu hamma parallelga ishlaydi bilmayman men. Faqat goldda ishlayman, qolgan parallelda ishlamayman. Faqat goldda ishlayman, qolgan paraga men gap nimadir qilib beraman. Faqat gold menda. O'sha RSI tushuntirib berdim, buni tushuntirib berdim. Всё, menimcha boshqa plus minus narsasi qolmadi. Har bir analiz qilganingizda esingizdan chiqarmanglar. Bozor holatiga bitta qaranglar. Ha desa, bozor qaranglar, full sell oqyapti-da, mana bunaqa oqyapti. Ozgina atkat berdimi, hamma buy ishlaydi. Mana mana shunda hamma buy ishlaydi. Kelyapti, ozgina atkat ber, hamma prям vez dunyoda 70% odam buy ishlaydi. Bozor ham yibana emasligiga mayda pul berib qo'yadigan. Aytadi, trader bo'lsam boy ketdimi, yo'q dedim. Yo'q, bozor sizlarga pul mabdi ma'da berib qo'ymaydi. Tushunasizlarmi? To'shto bozor mana shundan o'sha buy ketmasligi mumkin. Mana shundan aynan mana shu sizlar buy kirgan tochkadan bozor sizlar ketishi ham mumkin. Tushunasizlarmi? O'shani riskini olib, har bitta ochgan orderinglarni kattaroq risk bilan olinglar. Ersadan so'kkasini ko'rsatavering. Katta kanalga tashlab qo'ygan. Qaranglar. Например, depozitlarni hisoblaymiz, bu yerda. Depozitimiz $1000 deylik. Endi hammada $1000 yo'q, $100 deb hisoblaymiz. Hammada $1000 yo'q. Hammada $100 ham yo'q, bilaman. Endi men taxminiy eng o'ldim degan bozorga kirilayotgan summani masalan hisoblab aytib beraman sizlarga hozir bu yerda nima bo'lishini. Depozitimiz $100. Bizda katta daromad ko'rmoqchimiz. Katta daromad uchun katta lot ochish kerak. Sonni tushuntirish bilan, mana bu qaranglar.
qaranglar, mana bu yerda katta pribel qilmoqchimizmi, katta risk ham bo'lishi kerak. Katta risk qilsam, ham katta yo'qotishga ham tayyor bo'lishinglar kerak. Aynan shu holatda sizlar katta risk qilmasdan kichkina plyusiga roziman. Kichkina plyus ham где-то bir 5% larni tashkil qilyapti hozir bu yoqda. Va o'sha narsasiga roziman deb agar ishlaydigan bo'lsanglar, mana shu zonasilar, например, sizlar buy olmoqchimisizlarmi? Например, deyapman-da. Mana shu joyda bitta sell olinglar. Stop lossini qaranglar. Stop lossini mana maksimum bor, o'shandan sal balandroq qo'yib qo'yinglar. Take profitini xuddi shuni mana korobkaga olinglar-da. To'shda mana hozir ko'rsatib sizlarga. Mana откатdan keyingi mana tushishini korobkaga olinglar-da. Aynan o'sha korobkani sell ochayotgan orderinglarni pastiga qo'ysanglar, 1.5 atrofi bo'lib beradi bu. 1.3 shunaqa bo'lib beradi. И o'sha, например, sell olsanglar degan ma'noda aytdim. Hosil olinglar deyotganim yo'q. Olsanglar. И ochayotgan lotinglarni hisoblanglar. To'shda pipsiga hisoblasanglar. Например, bu yerdan o'lchimiz misol 59 dan 44 gacha где-то bir 150 mi, 140 pips bo'lyaptimi? Endi bilmayman. Meni fikrimcha 140 pips bo'lyapti-da. 140 pips bo'lyaptimi yoki 14 pips? Xullas, 140 deb hisoblaylik. 140 pips bo'lyaptimi? Sizlar 140 pips yurganida balansinglardan 3 qismga bo'lib olinglar. 30% ni yo'qotinglar. 33%. Например, $30 ni yo'qotinglar. 140 emasda 150 olinglar-da, 0.5 lot ochinglar. 0.5 lot ochsanglar, agar mana bu joyga borganda balansinglardan $30 minus bo'ladi. Ya'ni balansinglarni 30% minus bo'ladi. Lekin take olsa balansinglarga 40% pribel olib keladi. 40% bilan 30% nima raznica o'ynayapti? O'xshasa bu $140 plus degani, o'xshamasa общий balansinglarda qoladigan summa $90 bo'lib, $70 bo'lib, $30 minus degani. Вот raznicasi shunda. Sizlar agar mana shu yerda bitta sell olsanglar, 30% risk olsanglar, bam, buy ketdi, tasavvur qilamiz. Bam, buy ketdi. Aynan o'sha buy ketgan joydan sell olmanglar deysizlar, mana shu yerdan sell olmanglar-da. Mana bu korobka bor-ku, korobkani bittaga ko'taringlar. Korobkani bittaga ko'taringlar. Bu korobka sekretinglar. Вот korobkani bitta ko'tarib, mana bu joyga kelganida sizlar уже mana bu 30% ni yana bir marta risk qilinglar. Mana bu уже $40, ya'ni общий balansinglar $110 ga teng bo'lib, $40 foyda bilan minimumga chiqib ketsanglar bo'ladi. Вот, mana sizlarga sekret qanaqa trade qilish sekreti. Sizlar o'ylaysizlar, to'shda hammani qilayotgan ishi, to'shda nima? Hamma 100% aytaman, hamma qilayotgan ishi stop loss mamtga qo'ydimi? Stopini urdimi, bozor sellligini biladi. Stopini urdi, mana bu bozor sell, lekin bay chiqib ketyapti, lekin sell bo'lishi kerak po faktu bozor. Mana shu stopini urgan joydan sell ochadi yoki stopidan ozgina teparoqdan sell ochadi. Yo'q. Sizlar stop urgan ob'yominglarni ko'ringlar. Stop urgan ob'yominglar, например, mana bunaqa tushyapti, mana bunaqa ko'tariladi. Stop urgan ob'yominglar, mana bunaqa ob'yomni qoplab beradigan bo'lsa, mana bunaqa ob'yom qoplab beradigan bo'lsa, sizlar ochayotgan order mana bu yerdami? Mana shu yerdami sizlar ochayotgan order? Mana korobkaga olinglar-da, o'shani ochayotgan orderinglarni teparoqqa qo'ysanglar, bozor bu zonadan emas, deb rovna mana bu zonadan tushib beradi. Endi rovni uchidan ochmanglar, sal pastroq, mana raznica bilan mana shu zonadan bozor tushib beradi. Вот sizlarga fakt bilan, isbot bilan ko'rsatib berardim agar bozor ishlayotganda. Hozir live trade qilib berardim kerak bo'lsa. Men umuman qo'rqadigan joyim yo'q. Misol $1000 tashab, $1000 jalq emas, men uchun bitta trade'ga $1000 jalq emas. Shuni tashlab yubordim, shuni trade qilib berardim, ko'rsatardim. O'xshasa pribelni, o'xshamasa zararni ko'rardinglar sizlar. Вот, например, deyapman. Вот bozor ishlaganda harakat qilaman, to'shda ochib berishga, uning uchun просто aksiya olib tursanglar bo'ldi. Like, подписка, balobatlar. Menga shu kerak. Xo'p, ya'ni mana shu yerdan sell ochsanglar, уже mana bu yerda qoplamoqchi bo'lgan pribelinglarni botda 10% foydasi bilan qoplab olasizlar. Bo'ldi, shu. Undan boshqa narsasi yo'q. Tushundinglarmi? Hop, shu. Mana shunaqa razgon qilaman, mana shunaqa trade qilaman, RSI larga asoslanib, undan tashqari yana 3 ta, 4 ta, 5 ta strategiyalardan foydalanyapman. Faqat bitta nosi bor. U strategiyalarni ko'rsata olmaydigan strategiyalarim bor. Va'da berib qo'ygan strategiya, hech kim o'rgatmay va'da berib qo'ygan strategiyalar bor. Men iloji boricha o'shanga yaqin bo'lgan strategiyalarni sizlarga ko'rsatib beraman. Gelik olib ketaman deyishyapti, Porsche bilan. Okey, gelik olib ketaman deyishyapti. Kimga olib borib berishar ekan o'shani so'rang. Xo'p. Вот, men sizlarga fakt bilan ko'rsatib tushuntirib beraman. Video saqlanch bo'ladimi? Yo'q, bilmayman. Endi kirganlar bor. Bilmadim, bratan, saqlanch bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman. Men fakt bilan hamma narsani ko'rsatib berdim. Bitta narsa iltimos endi sizlarga shuncha narsani tushuntirib berdim, shuncha narsani ko'rsatib berdim. Bitta iltimos shundoq. Video mana qaranglar. Shuna videoni shuna pastga tushirasizlar. Shuna like и подписка. Все.
kutib turaman. Shuna bosib yuboringlar. И shu bilan sekin xayrlashamiz. Faqat chiqib ketmanglar. Like, подписка, чтобы bunga stoit bo'lsin. Like agar достаточно bo'lsa, saqlanch qilaman. Like, подписка bosinglar. Agar like достаточно bo'lsa, men saqlanch qilaman videoni. Shuni tekshiramiz. YouTube like достаточно bo'lsa, men saqlanch qilaman. Что за хуйня, блядь? Мой канал. Мой канал, вот. Like достаточно bo'lsa, men 168 ta like. Onasini aytsan, streamda 385 ta odam o'tiribdi, like 168 ta. Shuni pastga tushiringlar, mana shuni bitta bosinglar, bo'ldi. Xohlasanglar mana o'g'il bolaga, xohlasanglar dislike bosinglar. Agar efir yoqmagan bo'lsa, dislike bosinglar. Ya'ni yoqmadini bosinglar. No, mana bossanglar, menga ya'ni motivatsiya, подпискani bossanglar, undan ham battar motivatsiya. Ana bitamni aytqilamiz, necha like bo'pti. Gapimdan keyin 219 ta. Endi 20 ta odam bosibdi. Shunda 385 ta odam o'tiribdi. Shunda pastga tushib, bitta like, hamma bitta like bosib, bo'ldi, уже достаточно menga. Video qoladi. Bosinglar, bosdim. Shuni stop, tab pastga tushamiz. Like, shu. Ertaga mana shu narsalar aktiv bo'laversanglar, menda prosmotr tap yig'ilaversa, ertaga men sizlarga video yana qo'yib beraman, yana mana shunaqa darslardan o'tib turaman, sizlar ham privileg kirasizlar, men ham o'zimni misol aksiya olaman. Qaranglar, YouTube menga pul to'lamaydi bu narsaga. YouTube menga 10 ming, 1 million podpiska bo'lsa ham pul to'lamaydi, men bilmayman. Men sizlarga ko'rsatib beraman statistikasini mana. Men hech qanaqa pul olmayman bu yerdan, mana. Men qayerda ko'rsatdim? Даже monetizatsiyaga ulanmagan. Men hech qanaqa YouTubedan pul olmayman. Просто like, aktiv, podpiska deyotgan narsamning sababi, qanaqa sizlarga iloji boricha yaxshiroq narsalarni, kontentlarni odamlarga qo'shimcha odamlarga o'tishim uchun, bu narsa rekka chiqishi uchun sizlarning like, podpiskalar kerak bo'ladi. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Menga YouTube pul to'layman. Menga YouTube puli ham kerak emas. YouTube o'zim to'layman kerak bo'lsa. O'sha narsalarni, o'rgatayotgan narsalarni odamlarga ko'rsatsin YouTube. Bo't sizlarga tushuntirib berdim menimcha. Xuddi shu ishni bitta tekshiringlar, o'xshasa yaxshigina foydada chiqib ketasizlar. Bitta like tekshiramiz, ish bilan stream o'chiramiz. Agar like normalniy bo'lsa, yo'q, menga ma'qul bo'lsa, agar keyingi videolarni ham bosib o'ramiz onasi ham. 270 ta. 300 ta qilib o'chiramiz. 30 ta like. Shunda tushasizlar, like bosasizlar, chiqib ketasizlar. 364 ta odam har biri bitta просто like tik bosadi, bo'ldi, shu, Xo'p, bosinglar like, podpiska, video qolsin. Kimdirlar pul to'lab o'qiydi, bu bola tekinga beryapti, podдержка qilaylik. Rahmat. Yarim soat oldin ertaga efir vaqtida. Shuna like bosinglar, mana shuni 300 ta qilaylik o'chiramiz. Bosinglar, jalka emas, bilmadim men. 300 ming shot shuni yurgizaylik, yordam kerak. Dushun, yo'q, men balans boshqara olmayman, to'g'ri tushuning. Saqlan qo'yaylik. Menga real taklif bilan chiqdi, men buncha beraman ham deydi. Men senga 500 ming beraman, 700 ming beraman dollarda, realniy shotda. Ammo nima? Saqo'ralik o'zay chiqmaydi. Like. 14 ta like qoldi. 14 ta like dan keyin o'chiramiz. 11 ta like. Like shuni bosinglar, hamma aytqom. 11 ta like dan keyin o'chiramiz. Like jalka emas-ku bolalar. Hamma bittadan like bossa bo'ldi-ku. Unaqa va narsasi yo'q. 6 ta like. Bolajonlar, 6 ta like. 3 ta like, 3 ta like jalka bo'lsa, endi bilmadim. 3 ta like. Video qolsa, bitta narsaga va'da beringlar. Video qolsa, ertaga yana обратно videoni bitta tomosha qilib yoki bugun kechki videoni bitta tomosha qilib, bitta like, yana podpiska bosib qo'ysalar, men xursand bo'laman. Hammaga rahmat. Charchamanglar, sizlar bilan dayso. 94 ta. Nechta? 7 ta, 6 ta etmayapti. Bitta. O rahmat. Bu mana shu emotsiya uchun, mana shu emotsiya xursand bo'lishim uchun like bosdinglar. Bu menga pul olib kelgani yo'q. Mana shu emotsiya uchun. Rahmat hammaga. Abdushu ertaga yana video kutib qolinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r video qo'yishga harakat qilamiz. Va'da bermayman, harakat qilaman, bundan ham zo'r video qo'yishga. Hammaga rahmat.